sizni yaxshi ko'rmayman. Yolg'on gapirishni istamasdim. Haqiqatni eshitishga esa jur'atingiz yetmasdi. Agar ishonmasangiz, advokatimdan so'rab ko'ring. Ajrim hujjatlarini ancha oldin tayyorlashni aytganman. Unda Chirak bilan munosabatimning isboti ham mavjud. Ko'zingizni kattaroq oching, janob Arvi. Xayolot dunyosidan haqiqiy hayotga qayting. Onajon, endi orzularingiz ro'yobga chiqmaydi. Nima qilib qo'yganingizni o'zingiz ham bilmaysiz. Nima qilibman? Aqlimni ishlatib, la'nati amba bilan kaylashni adabini berib qo'ydim. Ishanining uyida bizga xizmatkorlardek munosabatda bo'lishdi. Qamoqda 1-2 kun o'tirishsa, aqllari kirib qoladi. Qamoqda o'zingiz o'tirmasangiz-da, ona, shu aqlingizni oxirgacha ishlatganingizda sizga qoyil qolardim. Tushundingizmi? Bu katta ko'zlaringizni menga emas, opamga ko'rsating. Opajonim sizni boplab chuv tushirdi. Maqtanib so'zlab bergan hikoyangizni opajonim ustamonlik bilan telefoniga yozib olib, politsiya mahkamasidagilarga eshittirib bo'ldi. Ona, bir kun kelib shu uyni qaytarib olishimizga bizni doim ishontirib kelgandingiz. Lekin endi bu uyda bir soniya ham qololmasak kerak. Ona, o'zingizni doim aqlliman deb maqtanardingiz. Aslida Falgoni opam sizdan ham aqlliroq chiqib qoldi. Bir lahzada sizni yosh boladek ahmoq qilib ketdi. Amba va Keylashni qamoqdan ozod qilib, Ranvirni ishonchi va hurmatiga sazovor bo'ldi. Biz esa ahmoqligimizcha qoldik. Rizikani ham qo'ldan boy berdik. Siz qamoqqa ravona bo'lasiz, biz esa ko'chaga haydalamiz endi. Eng yangi kino va seriallar faqat Ria Play platformasida. Unday qila olmaysan. Bunday qilishingga yo'l qo'ymayman, Falgoni. Tashqariga chiqing, ozod etildingiz. Ozodmizmi? Hey, tashqariga chiq. Opajon, Lakshmi. Yig'lamang, opajon, yig'lamang. Hammasi tugadi. Yig'lamang. Yuring, opajon. Bas qil Ishani. Jim bo'l. Nimalar deyotganingni bilasanmi? Bugun ertalab kechqurun quvonchim sababini bilib olasiz. Buni eshitgach xursand bo'lasiz deganding. Bu nimasi Ishani? Bu nima qilganing? Oyi, sizga Chirakni sevishimni, unga turmushga chiqmoqchiligimni aytmoqchi edim. Lekin u meni Chirakdan judo qildi. Safsatani bas qil Ishani. Kechqurun nima demoqchi bo'lganingni bilaman. Ranvirni sevishingni va hamisha u bilan birga bo'lishingni aytmoqchi eding. Ranvirni ismini aytdimmi? Bir marta bo'lsa ham Ranvirni sevishimni aytganmidim? Oyi, o'zingiz bilasiz-ku. Chirakni ilk bor ko'rganimdayoq sevib qolgandim. Dadam unga turmushga chiqishimni istardi. Siz esa to'yimizga qarshilik qildingiz. Ranvirdan qanchalar nafratlanishimni bila turib, unga turmushga chiqishimga majbur qildingiz. Ayting, oyi. Uni sevmasligimni bilardingiz-ku. Ayting. Ayting hammasini, oyi. Uni sevmasligimni doim bilgansiz. To'g'ri bilardim, lekin nima? Oilamiz haqida o'ylashim kerakligini aytmaganmidingiz? Oilamiz baxtini o'z baxtimdan ustun qo'yishimga majbur qilgan siz emasmidingiz, oyi? Sadoqatli rafiqa bo'l, eringni hurmat qil, kelinlik vazifangni to'liq ado et deb erta-yu kech ma'ruza o'qirdingiz. Yetar!
Bir marta bo'lsa ham ko'ngling kimda deb so'radingizmi? To'g'ri, avvaliga Ranvirga turmushga chiqishni istamaganding, lekin keyin uni umr yo'ldoshing deb tan olding. Unga ko'ngil qo'ya boshlaganingni aytganding, qizim. Yolg'on gapirgandim. Nasihatlaringizdan biroz bo'lsa ham quloqim tinchishi uchun shunday deganman. Bu orada Chirakni yoniga qanday qaytishim mumkinligi haqida o'ylardim. Inspektor, Chirak bilan to'yim bo'lish kerak edi. To'y kuni Ranvir shunday qildiki, unga turmushga chiqishdan o'zga choram qolmadi. Oilamni obro'sini saqlab qolish uchun unga turmushga chiqdim. Menga uylanish uchun Chirak bilan to'yimizni atayin buzdi. Bu ishlarni atayin qildi. Bo'lmag'ur gaplarni bas qil. Senga oilangga shuncha yaxshilik qilgan insonni badnom qilyapsanmi? O'z gunohlarini yashirish uchun yaxshilik qilgan. Yovuz niyatlarini payqamasligimiz uchun o'zini oliyjanob qilib ko'rsatdi. Inspektor, bu yigit meni bolaligidan sevardi, lekin kambag'alligi sabab menga erisha olmadi. Boyib ketgach, mug'ombirlik qilib menga uylandi. Pullari davlatini ishga solganda ham meni Chirakdan ayira olmadi. Muhabbatiga erisha olmagach, alamiga chidolmay meni ham sevgilimdan mahrum etdi. Ishani, Kelnoyi, nimalar deyapsiz? Hech kimga hisobot berishga majbur emasman. Ortiq rol o'ynamayman. Sevikli yor tomoshasi, janjalkash rafiqa tomoshasi, hammasi jonimga tegdi. Ajrashgandan keyin kattaroq ulush olish uchun barchasiga bardosh qilib kelgandim. Lekin quvonchim, hayotim mazmuni Chirak yonimda emas ekan. Bu pullarni nima qilaman? Men uchun hech kim emassiz. Hammangiz begonasiz. Riya Play platformasi sizni kino olamiga taklif etadi. Meni tilimda gapiryaptimi? Lekin gapirish uslubi kutilmaganda nega o'zgarib qoldi? Yaxshi bo'ldi, menga ish qoldirmadi. Ishani to'g'ri gapiryapti. Sizlar uning uchun hech kim emassiz. Yo'q. Oila Ishani uchun muqaddas. Butun umrini men bilan o'tkazmoqchi edi. Hozir u yolg'on gapiryapti. Hozir emas. Oldin sizga aytganlarim yolg'on edi. Yo'q Ishani. Ko'zlaringda sevgingni ko'rdim. Menga sevishingni aytmagan bo'lsang ham buni his qildim. Menga dilingdagi gaplarni aytmoqchi eding, lekin nimadir seni to'xtatib turibdi. Ayt, nima uchun bunday qilyapsan? Aniq bilaman, bu sen emassan. Iltimos, gapir. Ishani. Qo'yib yubor uni. U buvisiga qo'shilib, ota-onangni qamatdi. Politsiyani kaltaklariga giriftor qildi. Seni qotillikda aybladi. Chirak bilan ishqiy munosabatda bo'lib, oilamiz sha'niga dog' tushirdi. Sen esa hammasiga ko'zingni yumib, uni tarafini olyapsanmi? Noshukurlik, bevafolik uni qonida bor. U hech kimga vafo qilmaydi. Hech qachon. Xuddi onasiga o'xshab. Lekin senga nima bo'ldi, Ranvir? Qanaqa odamsan o'zi? Oshiqliging bir kun boshingga yetganida uni xiyonatkor ekanligini tushunib yetasan.
U xiyonatkor emas. Ranvir! Ishaniga o'zimga ishongandek ishonaman. Bilaman, bunday qila olmaydi. Nega qilolmas ekanman? Uni Chirakni o'limida men ayblayapman. Ota-onasidan alamimni olish uchun shikoyat arizasini yozib buvimga berdim. Hammasini men qildim. Ota-onasini qamab, to'g'ri qilibsiz. Chunki ular meni har kuni urishardi. Ishani, Nima ishani? Oyizdan so'rang. Meni zo'rlab uydan haydagani esidamikan? Meni urmadingizmi? Tan jarohati yetkazmadingizmi? So'rang. O'g'il o'z jazosini oldi. Ota-onasi ham jazosiz qolmasligini istadim. Adabizni berib qo'yishgandir. bo'ldi qil Ishani. Ota-onamni tinch qo'y. Buyingga qo'shilib bunday pastkashlikka borasan deb o'ylamagandim. Nega qilmas ekanman? Ota-onangizga qo'shilib hayotimni barbod qilganingizda jimgina qarab o'tirishim kerak ekanmi? Janob, Chirak Mehtaning jasadi topildi. Demak, rost gapiribdi. Chirak Mehtaning qotili janob Arbi ekanda. Janob Arbi, siz hibsga olindingiz. Olib keting. Bir daqiqa, inspektor. Chirak Mehtani janob Arvi o'ldirganini isbotlovchi dalil yo'q. Ishanining og'zaki aybloviga ko'ra mijozimni hibsga ola olmaysiz. Yaxshi. Hozircha ketishingizga ruxsat beraman. Tekshiruv ishlari tugamagunicha shahardan tashqariga chiqishingiz man etiladi. Zarurat tug'ilganida sizni tergovga chaqirib qolishimiz mumkin. Tushundingizmi? Ishani! To'xta! Gapimni eshitsang-chi. Eng yangi kino va seriallar faqat Ria Play platformasida. Politsiya mahkamasidan hammadan oldin chiqib ketganding. Nega kech qaytyapsan?
Qayerda bo'lganing, nima qilganing meni qiziqtirmaydi. Faqat bu ishlarni nima uchun qilayotganingni ayt. Javob berishingga to'g'ri keladi. Nega Ranvirni qotillikda ayblayapsan? Ranvirni sevishingni bilaman. Chiraq qayerdan paydo bo'ldi? Menga qara. Agar shunday qilishingga nimadir seni majbur qilayotgan bo'lsa ayt. Qizim, balki senga yordamim. Hamma gapni aytib bo'ldim. Ranvirni aybsiz deb o'ylasangiz, borib politsiyaga ayting. Menga emas. Uni ismini ham eshitkim yo'q. Sekinroq. Opa, sekinroq. Sekinroq, opajon. Parul, bor suv bilan dorilarni keltir. Sekinroq, opajon. Mala, Sekinroq. Qani, o'tiring. Keling, opajon. ey xudoyim. Hammasi yaxshi bo'ladi, opajon. Sekinroq, o'g'lim. Ey Tangrim. Ishaniga nima bo'ldi? Nega bunday qilyapti? O'zini juda g'alati tutyapti. Nimanidir rejalashtirayotgani aniq. U bilan gaplashib ko'rishim kerak. Oyi, bu yerda nima qilyapsiz? Xonangizda dam olishingiz kerak. Senda zarur gapim bor, Ranvir. Ishani haqida. Ishanidan xafasiz bilaman. Lekin bunday qilishiga qandaydir sabab bor. Ishanining sehr jodusidan xalos bo'lgan kuning uni asl qiyofasini ko'ra olasan. Buvisiga qo'shilib, ota-onangni qamatgani jinoyat emasmi? Seni qotillikda aybladi. Shunda ham uni tarafini olasan. Sizni boshingizga tushgan musibatda o'zimni ayblayman. Yordamimga muhtoj bo'lganingizda yoningizda bo'la olmadim. Meni tushuning, oyi. Ishani men bilan ajrashishni istamaydi. Oilasi haqida qayg'urgani uchun yo biror boshqa sabab shunday qilyapti. Nimaligini bilmayman, lekin meni sevishini aniq bilaman. U hech qachon menga yomonlikni ravo ko'rmaydi. Sizlarga ham yomonlik qila olmaydi. Ishanini yaxshi bilaman, oyi. U U nimanidir emas. Sen uni sevasan. Muhabbating ko'zingni ko'r qilib qo'ygan. Onangni jarohatlari, otangni azoblari ko'zingga ko'rinmayapti. U boshidanoq sen bilan ajrashmoqchi edi. Chunki u Chiraqni sevardi. Sen ham buni bilasan. Yaxshi bilasan, ammo tanoging kelmayapti. Aybing qalbingga quloq solganingda.
qanday muhabbat bo'ldi, Ranvir? Sevging uchun biz ham o'zimizni qurbon qilishimizga to'g'ri kelyapti. Bo'ldi. Yetar bo'ldi. Hoziroq u bilan ajrashib, munosabatingizga nuqta qo'y. U seni ota-onangdan ayirishga urinyapti. Gaplarimni eshityapsanmi, Ranvir? O'g'lim, yana bir bor takrorlayman. Hozirni o'zida u bilan ajrashib rishtalarni uz. Oyi, tinchlaning. Bu haqida o'ylab ko'raman. Keyin sizga aytaman. Gapimga quloq solmaydi. Qalbi bilan o'ylaydi. Shu paytgacha qilgan xatosini yana qaytaradi. Muammoni o'zim hal qilishim kerak. Badbaxt qizni uyimdan haydamagunimcha tinchimayman. Advokatga qo'ng'iroq qilib, Ishanini advokatini chaqirib kelishini aytaman. Xo'sh, ajrim ishlari nima bo'lyapti? Qaror qachon chiqadi? Tez kunda tayyor bo'ladi. Chunki Ishani ham shuni istaydi. Ajrim hujjatlarini tayyorlashimni ancha oldin so'ragandi. Aytgandimi, opajon? Bu Ishani Ranvirni ahmoq qilmoqchi bo'lgan. Tili boshqa, dili boshqa. Ajrim hujjatlarini tayyorlashni qachon aytgandi? Taxminan 7-8 kun oldin. Ajrim hujjatlari tayyor bo'lgach, ularni janob Arviga emas, shaxsan Ishaniga berishini so'ragandi. Yana nimalar degandi? Hujjatlarni iloji boricha tezroq tayyorlashini aytdi. Shuningdek, bir nechta shaxsiy maktublar va chirak bilan tushgan suratlarni ham berdi. Chirak mehta bilan munosabatda bo'lganining isboti sifatida. Qanday bo'lmasin, ajrim qarorini qo'lga kiritishni istagandi. Xonim, ajrim qarori tayyor deb hisoblayvering. Ishanining o'zi ajrashishni istayotgan ekan. Chirak bilan munosabatining isboti ham mavjud. Ishonchim komil, bu ishda hech qanday muammo bo'lmaydi. Yaxshi. Ajrim hujjatlarini menga olib kelib bering. Imzolarni o'zim qo'ydiraman. Ishanidan ham, Ranvirdan ham ajrim hujjatlariga imzo chekishlarini talab qilaman. Ishani o'g'limni hayotidan qancha tez chiqib ketsa, shuncha yaxshi. Ishaniga qo'ng'iroq qilaman. U bilan gaplashmasam bo'lmaydi. Alo.